Avarda Dostonbek Rahmonov faoliyat yuritadi. Avarda Shohnur Yo'ldoshev ishlaydi. Boshlandi birinchi taym. Qo'lini ishlatgan ekan. Nishich qo'lini ishlatganligini ko'rdik. Gol kiritilmoqda. Bizga takroriy lavha namoyish etilayotgan paytda Qo'qon 1912 jamoasi a'zolari hisobni ochyapti. Menimcha chiroyli gol. Menimcha nega? Chunki darvozabon biroz oldinroqqa chiqib ketgan edi nazdimda yoki Kucherenko xatoga yo'l qo'ydimi? Aynan Aleksandr Kucherenko bizga namoyish etib berilmoqda. Uchrashuvda tezkor gol kiritilyapti. Namoyish etib beriladi vaziyat mana. Kuzataylik. Kucherenko o'tkazib yuborgan avtogol Aleksandr Kucherenko boshi bilan o'z darvozasi tomon zarba yo'llab yubordi va bu to'pga yeta olmadi Nikita Shevchenko. Nimeli qalaq qilibdi. Biroz bo'lsa-da Aleksandr Kucherenko o'z darvozasini ishg'ol etib qo'yapti. Paxtakor hisobida 35 ochko bor va Paxtakorni bitta zaxirada o'yini bor. Aniqrog'i mana shu turdagi o'yinni hali o'tkazmadi. Paxtakor oldingi uzatma Nimeli Silvanus zarba va gol! Silvanus Nimeli 2-0. Qo'qon 1912 mana shunaqa boshlayapti. 11-raqam egasi 11-daqiqada gol kiritdi. Mana takroran ko'ramiz. Yana Loko futbolchilaridan texnik xato. Bu safar maydon markazida to'p yo'qotildi. Offside borasida gap so'z bo'lishi mumkin emas va yana Aleksandr Kucherenko o'tkazib yuboribdi. Kucherenko qo'riqlash kerak edi aslida Nimelini. Keyinchalik Shuhrat Muhammadiyev yordamga yetib keldi, ammo kech edi. Nimeli birgina xatti-harakat bilan Muhammadiyevni chalg'itdi. Darvozaga aniq zarba yo'lladi. Liberiyalik hujumchi Sardor Mirzayev chapda ham, o'ngda ham variant bor. Chap qanot varianti tanlandi. Jarima maydonchasiga kiryapti temir yo'lchilar. Xavfli vaziyat, ichkariga kirildi zarba va darvozabon to'pni urib yuboryapti. Endi esa Qo'qonning qarshi hujumini ko'rishimiz mumkin. Yana Nimeli tomon pas, yana uning qarshisida Aleksandr Kucherenko. Liberiyalik futbolchi jarima maydonchasiga kirdi, markazlashyapti. Uzatma, zarba va darvozabon Shevchenko bu safar yaxshi o'ynadi. Og'ir zarba bo'lardi. Mana boyagi epizod. Shuhrat Muhammadiyev Lokomotiv variantlar izlayapti. Uzoqdan zarba ko'rishimiz mumkin. Xavfli vaziyat. Zarba! Darvozabon ishonchli o'ynadi. Bilol To'pliyev jarima maydonchasiga kirib zarba yo'llagan. Zarba unaqa kuchli chiqmadi-da. Yiqilayotib zarba yo'lladi. Sadiqov to'g'ridan-to'g'ri raqib jarima maydonchasi ichiga uzatma amalga oshirib bermoqchi chog'i. Xuddi shunday ham bo'lyapti. Ichkariga uzatma amalga oshirildi. Zarba va himoyachilar bu safar ulgurishdi. Yana Kucherenko. Yaxshi kombinatsiya, juda ham chiroyli. Zarba ham bor. Zarba ham chiroyli edi. Sardor Mirzayev mana shu zarbani ijro etgan. Zateyev. Xavfli vaziyat, zarba. Darvozabon to'pni egallab olyapti. Lokomotiv hujumda, o'ng qanot orqali tashkil etiladi hujum. Jarima maydonchasi tomon pas, xavfli vaziyat. Davom etadi. Zarba beradigan futbolchi hozircha topilmadi. Zateyev. Zarba, rikoshet va gol! 2-1. Lokomotiv hisobni qisqartiryapti. Avtogollar borasida muvozanat tiklandi. O'yinga intriga qaytdi. Mana ko'ramiz.
Zateyev zarba yo'lladi. Shota Gvozava. Legionerlar bugun gol kiritdi. Faqat o'z darvozalariga. Bu yoqdagi Gvozava chiroyli tarzda Rahimjon Davronov darvozasini ishg'ol etdi. U tomonda ukrainalik Aleksandr Kucherenko. Abrayev uni tushunmadi. Quvonchbek Abrayev, yana Alex Zateyev, ortga Sardor Mirzayev, Sardordan zarba. Darvozabon Rahimjon Davronov to'pni egallab olyapti. Mana yuqori darajadagi o'yin. Sardor Mirzayevning zarbasi. Mirzayev o'ngroqda variant bor. Yanada o'ngroqqa uzatma amalga oshirilishi ham mumkin. Jarima maydonchasi ichiga to'p yetkazildi va darvozabon Rahimjon Davronov to'pni egallab oldi. Bo'ldi, menimcha endi vaqt tugadi. 3 soniya Rahimjon Davronov to'pni kiritishi bilan Ahrol Risqullayev hushtak chalsa ajab emas. Ammo mana endi chalindi. Ahrol Risqullayev hushtagi yangramoqda. Qo'qon 1912 og'ir o'yinda Lokomotiv 3-2 hisobda g'alabaga erishdi.